Assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Mana hojidan ismi shariflari. Mening ismim Mamatov Shalobiddin. Shalobiddin akamiz Tojikistondan ekanlar. Lelobod oblast rayoni Ashtamdan. Lelinoboddan Madina Munavvaraga piyoda kelibdilar. Makkaga keldim birinchi. Birinchi Makkaga keldingizmi? Birinchidan Makkaga kelib umrani qilib hozir Madinada ko'rishib qoldik. Necha oy deganda keldingiz o'zingiz ayting? 7 oy 29 kunda kirib keldim. Mashalloh. Tojikiston, O'zbekiston, Afg'onistondan, Pokistondan, Erondan keyin Arabistonga keldim. Faqat piyoda. Moshinaga chiqmadi. Ha, shuncha odamlar majburladi yo'q dedim. Men niyat qilgan niyatimdan qaytmayman dedim. Ammo to'rtta joylardan qaytdim. Qozog'istonga bordim, Uralskiga bordim, Rossiyada deportim bor ekan. Keyin yana Qozog'istonga borib, Oqtovga bordim. Anonga uchdim, Ozarbayjon bularni qaytardim. Gruziyaga uchdim, Gruziya ham qaytardim. Turkmanistonga bordim, Turkmaniston qaytardim. Tavakkal Alloh dedim, Afg'onga qarab jo'nadim. Tavakkal yo'lim ochilagan, mana keldim. Alloh hammani shu kunlarga endi bu narsa nasib qilsin. Bu video yetib borgan odamlarga bitta motivatsiya. Demak, inson bitta narsaga qasddan niyat qilsa, umid qiynal, yaxshi niyat qilgan. Yo'ldan qaytmang deya ish bo'lmadi, bu bo'lmadimi degan gapni o'ylamayman. Mana shu uchun tavakkal dedingmi, oxirigacha yana qaytdim, bu qaytdim bo'lmadi, unday ishni qilmanglar. Ishni boshlaring oxir